أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa El-İmam El-Muhaddis İmamul Muhaddisin Ebu Abdillah Muhammed ibn İsmail El-Bukhari rahimahullah yazgan Cami'ul Musnad Es-Sahih degan isimlik ve Sahihul Bukhari degan isim bilan mashhur bo'lgan bu muqaddas bu büyük ulug' kitobning Kitabul İman degan kitabida turibmiz ve şu Kitabul İmanning 17-ci babiga kelib to'xtagan edik. 17-ci babiga. Bu bab bo'lsa babu men qala innal imana huvel amel. Bugün bu yerdan boshlaymiz. Yani İmam Bukhari rahimahullah tuvanda keltirmoqchi bo'lgan oyatlarga va keltirmoqchi bo'lgan hadisga bu babni unvon qilib tanladi. Unvon qilib tanladi. İmam Bukharining bablarni ba'zida bablarga unvon tanlashda buni tarjima deydi. Tarjamatul bab deydi. Tarjima qilib tanlashda ba'zida şu hadisni şu İmam Bukhari bir ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Bir ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Undan keyin şu tuvandagi kelgan oyat yoki hadisni şu ko'z qarashga dalil qilib keladi. Dalil qilib, isbot qilib. Ba'zida İmam Bukhari bir babni unvon qilib keltirdi. Tarjima qilib. Undan keyin kelgan hadis yoki oyat uchun sharhi bo'ladi. Hadis yoki oyat uchun babning o'zining bo'ladi sharh, izoh bo'ladi. Yani şu ayet hadisini izoh qilish uchun, ba'zi izoh qilish uchun tarjima qilib keladi, ba'zi dalil qilish uchun izoh qilib keladi. Ba'zida bir hukm bo'ladi, hadis yoki oyat shu hukmning dalili bo'ladi. Endi bu yerdagi tarjima qaysi babdan desa, ya'ni İmam Bukhari bir ko'z qarashni o'tirib qo'ydi bir hukmni. Bir yakunni o'tirib qo'ydi. Undan keyin buningga tuvandagi dalillarni dalil qilib ilib keldi. Ana tuvandagi dalillarning sahihligida hech bir shak yo'q. Hadisning sahihligida, oyatning sahihligida hech bir shak yo'q. Masalada endi bir masalaga o'tganimizda bir gap qoldi. Qat'iyyu subut, qat'iyyu dilaladir. Bununki qat'iyyu subut haqida shak yo'q. Masalada qat'iyyu dilala. İmam Bukhari rahimahullah o'tirib qo'ygan mushu hukmga shu dalil dalolat qilamdi, qilmamdi. Masala bir şey, shunaqmi? Endi İmam Bukhari rahimahullah deydiki, babu men qala innal imana huvel amel. Bu iman degan amaldir. İman degan amaldir degan kishining babi deydi. Yani bunun demek çoğunu yani üzerine demekçi ve ehl-i hadis demekçi. İman degan amaldir. Bir vecihiden maniki bir vecihiden qarasak. Bir cihetten qarasak. Yani çünkü İmam Bukhari rahimahullah'nınki bu şu Kitab-ül İman'ın 5'ini tatbik ettirgen kaviller qaraydigan bolsak, İmam Bukhari rahimahullah qanday deydi? El-imanu tasdiqun bil qalbi ve iqrarun bil lisani ve amelun bil erkani deydi. 5'ini tatbik. Ehl-i hadisler bunu deydi. Mümkünidin ehl-ül kelam mütekellimullah bununki bazıları ne deydi o? El-imanu tasdikun bil kalb fakat deydi. Andın. En köp sallık mütekellimullah ehl-i sünnet vel cemaat. Tabii ki ehl-i hadis hem ehl-i sünnet. Mütekellimun hem ehl-i sünnet. Ehl-i sünnetin arası da ihtilafı mesela bu. Ne mi deydi ihtilaf? Bazı deydi el-imanu huve el-tasdikun bil kalbi fakat. Onun kendiden ehl-i hadis deydi el-iman huve
tasdiqun bil qalb ve iqrarun bil lisan ve amelun bil arkan deydi. Muşu işkelerini qap o'ttirdin. Yeni bir firqa ahli sünnettin bo'lgan yeni bir jamoat chiqdi nima deydi? Al imanu tasdiqun bil qalb ve iqrarun bil lisan ve emma'l amalu min kemalil iman. Deb ya'ni amal deganga iymon degan nomni ishlatishga bo'ladi. Amal deganga mo iymon degan ismni ishlatishga bo'ladi. Iymonga amal degan ismni ishlatishga bo'ladi. Chunki min kemalil iman. Amal min kemalil iman. Amal solih min kemalil iman. Degan ko'z qarashni o'tirib chiqdi. Yani to'g'ri bo'lgan ko'z qarash ham shu. Chunki buniki natijasi yaxshi. Anda deganlik nima deganlik emas. Shuni bilan shu ahli sunnatning o'tirisida bo'lgan mush ixtilofdan ba'zan odamlar to'planib to'qaj o'g'irlab nima qildi? Anda olsa iymon degan faqat tasdiqni bir qalb bilan bo'la olsa, iymon etib qo'ysak biz, iymonlam etib qo'ysa, qalbimiz iymonlan bo'lsa, amal qilmasak bo'ldi ekan-ku degan bir ko'z qarashli odamlar maydonga chiqdi. Amal qilmasakmi bo'ldi ekan jabriyya deganlar. Biz iymon etib qo'ysak yoki bo'lmasa murji'a deganlar. Biz iymonlamaysak, xolos biz nijot topamiz. Ondan la yadurru bil imani ma'siya va la yadurru bil imani ma'siya degan gapni o'tirib chiqdi. Ya'ni iymondan bo'lsa qalbda buning hech qanday gunoh mas'ul o'tkazsa-mu, sodir qilsa-mu, bunga hech qanday ziyon zahmat yetkazmaydi degan bir ko'z qarash maydonga chiqqandan keyin ahli sunnat va jamoat hammasi birlikda hujum qildi. Shu qatordan Imom Buxoriy rahimahullohmu Muslimni keltirdi. İnnel imane huvel amel. Yani buniki İmam Buxoriy iman degan amaldir degan bu qavlidagi murodi bo'lsa, ar-raddu man qala al-iman qawlun bila amal. Yani iman degan bas og'ziga gap, amalsiz yoki iman degan faqat qalbdagi bir amal. Bunda og'ziga gap qilsa bo'ladi, amal qilsa bo'ladi deb davran sab chiqqanligi nisbatan deyildi. Asli bu talash tasini ahli sunnat bunda shaklda bo'lsin deb chiqarmagan edi. Yani bular ahiretlik cihetini o'ylagan edi. Ahiretlik cihetini o'ylab, yani bir adam qalbida iymon etgan bo'lsa, undan keyin tilida iqror qilgan bo'lsa, bu inshaalloh agar amal qilmay qolgan bo'lsa navada davzaqda necha yil ko'sib qo'yib, necha ming yil ko'sib qo'yib oxirida jannatga chiqadi faqat. Mushu bir haqiqatni, ya'ni hadisdan chiqqan haqiqatni ifodalamoqchi edi. Hargizmi ularning ko'ngli bu dunyoda anda amal qilsa bo'ldi ekan degan gap demoqchi emas. Chunki davzaqdagi mancha yil ko'yash emas, bir ko'z yumib ochqicha davzaqqa kirishdiki uning azobini tasavvur qilish mumkin emas. Xudoyim saqlasin anda qattiq azobdan. Keyin buni haqiqat oxiratdagi bu azobniki naqadar Alloh taolo azabun azim deb atagan bu azobning naqadar qattiq azob ekanligini tegi-tagida yetilmagan ba'zan bir ko'z ma'rifati, nazar doirasi tar odamlar nima gapni ko'p o'tirib chiqdi. Iymondan bo'z qalbda gunoh ma'siyat ta'sir qilmaydi degan xato ko'z qarashmi. Gunoh ma'siyat buni ziyon zahmat yetkazmaydi, ya'ni davzaq kirmaydi. Bir odamning qalbida iymondan bo'lsa, davzaqqa kirmaydi degan bir gapni ko'z maydonga chiqqandan keyin deb Imom Buxoriy va butun ahli sunnat va jamoat iymon deganni amal desak bo'ladi, amal iymon, iymon amal. Qanday bo'lsa bu yurdi. Ya'ni iymonni amal deyishga bo'ladi. Chunki iymon degan bu amaldan. Chunki amal degan amal qalbiy bo'ladi, amal qavli bo'ladi, amal fi'li bo'ladi. Amal fi'li. Ya'ni bu qalb amali. So'z og'izda so'zlanadigan amal, ya'ni bircho amaliyat qilinadigan amal. Ya'ni bir amal mali dedi. Ya'ni buni yeni bir tabir ibora bilan so'zlasak, nima biri ibada maliye, yani bir ibada bedeniye deb ayrılır. Mesela bunda ayrılır. Ayrılgandan keyin demek iman degan bu nima degan? Amal degan. Yani amel solih degan umumiy so'z iymonni o'z ichiga oladi ekan. Anladın? Tabii ki iman nima? Amal qalbiy, bog'liq shu. Demek iman bu joyda qanday ko'z qarash qildi? İmandaki hammasi bütün ameli salih bulanmaydı. Lakin ameli salih iman bulalaydı. Çünkü iman ameli salihten ameli salih imandan bo'lsa, çünkü amel salih degan am. Bu fışkı oturusunda al-umum ve husus mutlak var.
iman degancha xos. Anladın? İman degan xos uqum. Yani amel qalbi. Amel degancha o bütün qalbi, fi'li, qavli hamma amalni ichiga oladigan umumiy bir uqum. Demak, mushuni ifodalamoqchi hozir İmam Buxoriy. Ma bir xil ko'z qarash. Yana bir xil ko'z qarash shu chaqda ifodalamoqchi bo'lgani iman degan amaldir deganda yani al-amal nimadan amalun bil arkan ham imondan degan bir ko'z qarashni ifodalamoqchi. Ya shuni yapon ham tushunamiz. Endi buni dalil keltiradi. Deydiki li qawlillahi ta'ala ve tilkel cennetu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah Teala deydi ki ana şu sizlar qilgan amalinglar sabablik sizlarga miros qo'yilgan jannatdir. Ya'ni sizlarga ato qilingan, berilgan jannatdir. Degan oyatda bu yerda bima kuntum ta'malunni Allah Taolo deb atadi. Bima kuntum ta'malunni Mücahid Musannif Buxoriy İmam Buxoriy demoqchiki, ya'ni shu bima kuntum tu'minun degan bo'ladi. Ya'ni sizlarning iymon etganliginglar sabablik nima jannatga bu jannat sizlarga ato qilindi. Sizlarga berildi demoqchi. Demoqchi bir ma'nosi bo'lsa, yana bir ma'nosi bima kuntum ta'malun degan ya Qur'on Karim davomli innallazina amanu va amilus solihat. Innallazina amanu va amilus solihat davomli mudakilatdi. Bu yerda bima kuntum ta'malun deb kifoyalandi. İhtasara ala al-amal. Yani fakat amalni odam so'zladi, iymonni so'zlamadi. Bu degan nima deganlik desa, ha, demak iymon degan amaldir, amal degan iymondir deganni bildirdi. Bo'lmasa Alloh taolo bima kuntum tu'minun va bima kuntum ta'malun deydi. Ta'malun degan demak iymonni va amal solihni o'z ichiga oldi. Demak bu amal degan umumiy bir uqum. Amal deganning tahtiga iymon ham kirib ketadi, boshqa solih amal ham kirib ketadi demakchi. Bu shu ancha to'g'ri ko'z qarash. Chunki amal degan nima? Am, iman chu xos. Baynahuma al-umum al-khusus va al-umum mutlaq. Ama kullu imanin amalun va laysa kullu amalin imanan deshkida to'g'ri bo'ladi. Yoki ba'dul amali imanun desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki nima? Kullu amalin imanun va laysa kullu amalin imanan desa amalning hammasi iymon etishdan bo'lmaydi. Balki masalan namoz o'qish, zakot berish, iymondan kelib chiqqan amallar bo'ladi masalan. Degan boshqa fi'li ibodatlar, qavli ibodatlar deb iymonni tasdiq qalbning ibodati deb qaralgan vaqtida. Bunda tushundirish mumkin bo'ladi. Wa qala iddatun min ahli al-ilmi fi qawlihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. An qawli la ilaha illallah. Ahli ilmiden bir top cemaat mudaq dedi. Allah Teala'nın fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Yani Allah bilen qasam ki biz ularning hammasidan amma kanu ya'malun ularning qilgan amalidan so'raymiz. Ularning qilgan amalidan so'raymiz. Ularning qilgan amalidan jazman so'raymiz debdi. Masalan Müşahideki amma kanu ya'malunni birmuncha ulamolar deb tafsir qilgan an qawli la ilaha illallah. Yani la ilaha illallah deganmi, demaganmi deb so'raymiz. Demak, amalni nimani o'rniga ishlatdi? Iymonni o'rniga ishlatdi deyapti. Endi bu dalilni müşahideki bu amma kanu ya'malun deganni faqat iymon bilan xoslash nima? Bu ad-da'wa bila dalil deyapti. Da'wa bila dalil. Çünkü amma kanu ya'malun degan am. Bu kelimatu am. Ularning amallari degan buni faqat la ilaha illallah degan amal qilib kelmaydi bu yerga. Buni qiyomat kuni inson faqat la ilaha illallah degan so'ralmaydi. Bütün qilmish etmishlarni savol tortiladi. La ilaha illallah boshlagancha bütün qilmish etmishlardan qilgan yaxshiliklari, qilgan yomonliklaridan savol tortiladi. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarah ve men ya'mal misqala zarratin sharran yarah. Endi müşahideki ahli ilmideki sizni dalil keltiribdi, lekin ma dalilning o'zi bu umumiy gap. Umumiy gap.
Hoş, ve kâle Teala, yine üçüncü delil kalsı Allah Teala dedi ki limisli hâzâ felye'melil âmilûn. Mana muşunun okuşu için, yani bunun başında zâlike huvel fevzul azîm dep kelgen ma. Zâlike ayetinin başında. Zâlike huvel fevzul azîm, yani cennetle, aş üstünden aslında üstünle ihtirdiğin cennetle, kanliki mesâli'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ke'ardis semavati vel ard. Mesela ke'ardis semai vel ard. Bu ayette mesela ayet dikkat qilgan bo'lsak, yani kanliki osmon zamin joyida kanlı cennetga, kanliki anda kang bo'lsa uzunluk qanchalik uzun bo'ladi. Qanday kanliki degan azroq bo'ladi, uzunluk uzun bo'ladi, shundaymi? Bu shundoq cennetga cennetin ibaret mujda katlı nicatlıkka erişiş üçün nima qilsin? Felyamelil amilun. Amel qiladiganlar amal qilsin degani, ya'ni felyu'minil mu'minun. İman etkichilar iman etsin. Deb ma'ni etganlar shunaqmi? Mishadiki ma'ni am felyamelil amilun degan, ya'ni demak beşlik biz birinchi qum bo'yicha nima deymiz? Mishadimi, ya'ni amellam keltirdi, imanni keltirmedi demek. İman amelning tahtiga daxil. İman amelning, yani bir adam iman etti demek, yani amel kıldı, salih amel kılgan buludu. Bir adam iman etse salih amel kılgan buludu. Bir adam namaz okusa salih amel kılgan buludu. Zekat verse salih amel kılgan buludu. Bir adam yoldan bir eziyet yoktu varsa salih amel kılgan buludu. Demek amel diyen umumi bir hukum, iman diyen hususi bir hukum. Felyamel amel diyen tahtiga iman hem daxil. Demek bunu nima tushunsak bo'ladi? El imanu minel amali deb tushunsak bo'ladi. Xo'sh, endi bir hadisga qaraylik. Hadisni keltirgan İmam Buxoriy rahimahulloh dalil qaraylik. Bu endi İmam Buxoriy'niki Cami'l Musnad'niki 26. hadisi, hadis numur cihatte. Ve bihi ileyhi qala haddathana. Ol senedi muttasilimiz bilan İmam Buxoriyga yetgan. İmam Buxoriy rahimahulloh mundaq dedi. Haddathana Ahmed ibn Yunus. Bizga Ahmed ibn Yunus hadis so'zlab berdi. Ahmed ibn Yunus ve Musa ibn İsmail. Yani Şeyhul Buxoriy berdi Ahmed ibn Yunus ve Musa ibn İsmail. İmam Buxoriy ikki ustozdan olgan ekan bu hadisni. Qala, bu ikkoylar mundaq dedi. Haddathana İbrahim ibn Sa'din. Bizga İbrahim ibn Sa'd hadis so'zlab berdi. Qal, İbrahim ibn Sa'd mundaq dedi. Haddathana İbn Şihabin. Bizga İbn Şihab Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahdan rivoyat qilib, Sa'id ibn al-Musayyab Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilib, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq savol so'ralganligini rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Xo'sh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam savol so'raldi desa, ayyul amali afdalu? Amalning qaysi biri afzal? Qaysi amal en evzel deb sual soruldu. Resulullah'ın başkalar hem deb sual soruldu. Qaysi amel en evzel deb sual soruldu. Faqal, Peygamber sallam dedi ki, imanun billahi ve rasulih. Allah'a iman etiş ve Allah'ın Resulü'ne iman etiş deb cevap verdi. Qila, an dildi ki, thumme maza, andikin qaysi, andikin nima? Yani en evzel amel qaysi dedi. Qal, Peygamber sallam dedi ki, el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad kılıç dedi. Qil, deyildi. Thumme maza, andikin qaysi deyildi. Qal, Peygamber sallam dedi ki, haccun mebrur. Yani günah məsiyyətdən pak bolğan ve haramdan pak bolğan hac. Ya ki haccun mebrurun bir mənası, ama haccun makbul. Yani makbul bolğan hac. Tamam, bununki makbul bolğanın alameti nima desa, bunun makbul bolğanın alameti, bu adam hac yenip bolğandan keyin bunun ahvalı ilgilidən yaxşılıq gəlsə, dini cəhətdə, dünya cəhətdə yaxşılığında inşallah muəmmin bolğanı dini cəhətdə, din ayeti avvaldan başqa tüzülsə, ahlak, dini ahlak payda bolsa, taqvadarlıq payda bolsa, başqalarga azar vermeydigan, gıybet şikayet qilmaydigan, hacılık sübti bunun sınsı yaraşqan bolsa, şu hacc mebrurun alameti deb ahli shunda ko'rsatishgan. Xo'sh, endi bu yerda bir savol chiqdi sizlarga. Men bu savolni sizlarga qo'yaman. Bu bab bilan bu hadisning munosabati nima? Babda nima dedi?
El imanu huvel amel. İman degan ameldir dedi. Bu hadisde sizden sual sizden sorayım. Muşu hadisde muşu babqa dalalet kıladigan qaysi nokta dalalet kılıdı? Şunu maksud deb beraman. Mesela tırjap turman. Yaxshi javob beraman. Çünkü mishadiki sual nima edi? Sual amel edi. Sual nima edi? Amel edi. Cevap nima deb berildi? İman deb berildi. Yani agar iman bilan amalning hech qanday aloqasi bo'lmasa, Payg'ambar alayhisalom unga kalla desa parchoq deb javob bergan bo'ladi. Kalla desa parchoq deb javob bergan bo'ladi. Bu Payg'ambar alayhisalomga bu payg'ambarga yarashmaydi. Odatda normal odamga yarashmaydi bu savol. Demak, savol bilan javobning cho'qim aloqasi bor degan gap. Savol bilan javobning aloqasi bor. Bu amalning qaysi afzal deb so'ragandan keyin buni bilgan javobim bo'ldi. Allohga va Rasulga iymon etish. Chunki bizni 5 tartib nima deb javob berdik? 5 tartib iymon deganmi nima minal amal. Amal degan umumiy bir hukm, am. Ya'ni qavli iymon amal degan amal qalbiy bo'ladi, amal qavli, amal fi'li. Demak, mushu shuning ichidan iymon deganmi nima amal qalbiy. Amalning ichidagi eng afzal qaysi? Og'zaki amal eng afzalmi yoki badan bilan qilgan amal eng afzalmi yoki qalb bilan qalbning amali eng afzalmi yoki pul mol bilan qilgan amal eng afzalmi desa, mushuning ichidagi eng muhim bo'lgan, eng afzal bo'lgan nima? Qalb amali. Ya'ni bir odamniki qalbida iymon bo'lmay, qanchalik yaxshi amal qilsin bir baka qo'llanmaydi. Cho'qim qalbida bo'lish kerak. Qalbida bo'lgandan keyin qilgan boshqa amallar manfaat qiladi. Shu jihatdan Payg'ambar vasallam iymonni keltirdi. Bunda deganlik amal degan iymon emas, iymon degan amal emas deganlik emas. Ya'ni nima degan javob chiqdi bundan bu hadisdan? Ya'ni iymon deganmi nima? Amaldan, amalning bir bo'ligi. Amalning bir bo'ligi. Lekin bundan bu dalildan nima chiqmaydi? Ya'ni demak iymon al-iman tasdiqun bil qalb va iqrarun bil lisan desa va amalun bil arkan degan chiqdi. Chunki iymon degan amaldir degandan keyin bundan chiqdi degan gap chiqmaydi. Iymon amaldan, amalning bir bo'ligi. Lekin amalniki eng muhim bo'ligi. Iymon amalning eng muhim bo'ligi. Chuqum bir odam iymonni aytgan bo'lsa, amalning eng muhim bo'ligini keltirgan bo'ladi. Lekin amal degan umumiy bir hukm. Lekin hamma amalni qilgan bo'lmaydi. Bir odam iymonni aytib qo'ydi, hamma amalni qilgan bo'lmaydi. Chuqum bu nima qilish kerak? Iymon etishdan bir gap, boshqa solih amallarni, 5 farzni ado qilish kerak. Bizim bunu demakchi, xusus mutlaq va ma'rifda. Faqala imanun billahi va rasulih. Allohga iymon etish, Allohning rasuliga iymon etish dedi. Qila andan keyin nima dedi? Allohga jihad qilish dedi. Andan keyin hajj mabrur dedi. Xo'sh, endi Kitobul Iymonning 18-bobi babun idza lam yakunil islamu alal haqiqati va kana alal istislami awil khawfi minal qatli. Bunun cezası nima? Mahzuf, cezası mahzuf yani ay la yenfa'u fil ahireh. İmam Buxoriy deydi ki bu yerda yana bir aqida meselesidan yeni bir meseleni oturup koydu. Onu tuvandaki hadisini delil qilib keldi. Bu mesele bo'lsa, izala yani qachon ki islom yani islom degan yani bandaniki odamniki islomiy alal haqiqa degan haqiqiy ma'nosidan bo'lmasa, demak bu yerda nima demakchi? Islom desa, islom deganning haqiqiy ma'nosi va majoziy ma'nosi degan gap. İslamning haqiqiy ma'nosi bo'lsa, bir Allohga chin qalbdan bo'ysunish. Bir Allohga inni aslamtu wajhi inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma kana minal mushrikin. İbrahim aleyhisselam Müslim degan ismini dastlabda qo'ygan. Alloh taolo İbrahim aleyhisselamni dedi aslim deganda İbrahim aleyhisselam qala aslamtu li robbil alamin dedi. Undan keyin musulmon degan islomni nima deb tafsir qildi dedi? Inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikin. Yani bir Allohga shirk keltirmay, barliq botildan haq tarafga moyil bo'lib, ya'ni osmon zamin yaratgan zotga yuzlanish deb ataladi, islom deb ataladi. Musulmon degan shu. Ya'ni butun islomning shariatiga bo'ysunish, itoat qilish, chin qalbi bilan va butun tili bilan va butun a'zolari bilan bo'ysunish nima? Musulmonlik.
deb ataladi. Endi muhaqqiqiy ma'nosi islomning. Yeni bir ma'nosi majoziy ma'nosi bor. İstislam deb bir ma'nosi bor. Istislam. Istislam degani bu qalbida bo'ysunmaydi, faqat zohiran bo'ysunadi. Tashqi ko'rinishda bo'ysunadi. Ya uylanni saqlanish uchun yoki g'animat pul molga erishish uchun yoki bir kankan yashash uchun, xotirjam yashash uchun. Bu istislam degan ma'nosi bor. Demak, endi bizga Imom Buxoriy mishada mushundaq islomniki ikki xil ma'nosi bor. Beşlik hadislardan sizlar islom degan iymondan, iymon degan islomdan degan hadislarga qarab, adada muoyatdagi ma'nosi qanday bo'ladi deb o'ylab qolmanglar. Deb shuni bizga bir tushuncha bermoqchi qisqacha qilib. Deydiki, "İza lam yakunil islamu alal haqiqa." Islom haqiqat ustiga bo'lmagan bo'lsa, ya'ni bandaning islomi haqiqat ma'nosiga bo'yicha bo'lmay, balki majoz ma'nosi bo'yicha bo'lib, qanday bo'lsa, "Va kana alal istislam." İstislam degan ya'ni bu inqiyaduz zohir faqat, ya'ni ko'rinishda bo'ysunish degan ma'noda bo'lib qolsa, avil xavfi minal qatl yoki o'ldirilishdan qo'rqish yoki mol dunyodan deb degandek turli sabablardan nima bo'lib qolsa, ya'ni zohiriy bo'ysunish bo'lib qolsa, qalbida ichki bo'ysunmas, ichkida bo'ysunmaydi, ammo zohiriy bo'ysunlik, munofiqlik shaklda islom bo'lib qolgan bo'lsa, buni ahvoli qanday desa, la yanfa'u fil axirah javob. Shayning javobi oxiratda foyda qilmaydi. Bu dunyoda foyda qiladi. Bu dunyoda mumkin uni saqlab qolish mumkin. Yolg'on saxta iymoni bilan ulamni saqlab qolish mumkin. Saqlab qoldi tabiiyki. La ilaha illalloh degan odam jannatni milni saqlab qoladi. Islom qonuni bo'yicha. Undan keyin mol dunyoga erishish, mol g'animatlarga erishish mumkin. Qiz bolalarni musulmonlar bilan uylantirib, musulmonlarning qizlarini uylanib, nikohni foydalanishi mumkin. Lekin oxiratda asqatmaydi. Alloh taolo mushaqda masalan masaluhum surbaning birinchi misolini deydi. Masaluhum kamathalilladzi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu zahaballohu binurihim va tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Bu munofiqlarning misoli deyotdi. Ya'ni tilida iymon etib, qalbida iymon etmagan bu munofiqlarning misoli xuddi bir o't qolgan odamning misoliga o'xshaydi. Kamathalilladzi istawqada naran o't qolgan odamning misoliga o'xshaydi. Falamma adaat ma hawlahu. Bu o'tni nima deb qolaydi bu? O'tni o't qolgan odam mushabbah bilan mushabbah bilan o'tdagi o'xshashlik tarafini o'ylab chiqish kerak bu shabahni. O't qolgan odam nima deb qolaydi? Ya'ni oqshomning birinchida kechada qolaydi o'tni, to'g'ri. Kunduz o't qolib o'tirmaydi. Ikkinchi bu cho'l bayovonda yomon yirtqich hayvonlarning kelib uni yeb etishidan, hasharotlar, zaharli chayon degandek narsalarning kelishidan qo'rqib o't qolaydi birga. Yana birga masalan o'g'ilgan bo'lsa o'g'ilni pishirish uchun qolaydi. Yana birga sovuq bo'ldi kechasi, sovuqda isinish uchun qolaydi. Yana birga qorong'ulikdan yo'qlik hosil qilib atrofni ko'rib xotirjam bo'lib o'tirish uchun qolaydi masalan. Demak, bu buncha foydali uchun qolaydi o'tni. Dunyoviy foydalar uchun qolaydi. Ya'ni xuddi munofiqning iymoni bunga o'xshaydi. Munofiq dunyoviy foydalarni deb iymon etgan. Munofiqning iymoni qolgan o'tga o'xshatildi bu yerda. O't qolg'i uchun munofiq o'xshatildi. Anladin? Xo'sh, falamma adaat ma hawlahu. O't zot yandi, o't yuridi. Atrofidagi narsalarni yuritdi. Degandek aytgan shu munofiqmi? Aytgan iymoni bilan nima qildi? Zot degandek foydalandi. Jini saqlanib qoldi, meli saqlanib qoldi. Balki mol g'animatlardan ham bahramand bo'ldi, xudvoji bo'ldi musulmonlar bilan. Turli jihatlardan bir kishilik huquqqa erishdi musulmonning huquqiga. Undan keyinchi falamma adat ma hawlahu zahaballohu binurihim. Oyda u endi foydalanib turayotgan paytda Alloh taolo ularning nurini o'chirib etdi. Ya'ni ularning nurini o'chirib degan gap nima gap? Alloh taolo buning hayotlik nurini o'chirib etdi. Hayotlik nurini o'chirib etdi, yani jinini oldi. Nima? Zahaballohu binurihim va tarakum fi zulumatin la yubsirun. Bular shu hech kimni ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldi. Xuddi bir shamol chiqiblar nimaniki o't qolgan odamni o't o'chirib seni qorong'ulik qolgandek, bular ajalning shamoli yetdi, ularga ajal shamoli yetdi. Jini ilindi, o'ldi, o'lgandan keyin bular xuddi hech nimani ko'ngli bo'lmaydigan qorong'ulik o'xshagan azob, tugunmas, bitmas, hech nimani ko'rolmaydigan, ya'ni qutlanmaydigan azob uqubatda qoldi. Ya'ni demak bularniki ahvoli shu. Ya'ni bu musulmon bo'lganlar agar bu islom bo'lmay, islom yoki ulamni qo'rqash bo'yicha bo'lgan bo'lsa,
Bununki nimesi cerisi nima? Nima bu Alloh taolo va tarakum fi zulmat la yubsirun. Yani ahiretde esqatmaydi degan gap. Tushunami? Li qawlihi ta'ala amda musannif bu shu so'ziga dalil keltirgan dalil boshqasi desa li qawlihi ta'ala Alloh taolaning buni qavlini aytadi. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Arabilar biz iman etdik dedi. قل لم تؤمنوا denki sizlar iman etmedinglar. Velakin qulu aslamna biroq sizlar aslamna denglar. Yani biz aslamna denglar. Endi müşarik aslamna fa iza kana ala al-haqiqa. Agar bu müşarik aslamna agar haqiqiy ma'noda bo'lsa, yani haqiqiy islom, haqiqiy o'zining butun zotini Alloh taolo bir Allohga yüzlendirish, Allohga shirk keltirmagan holda, jimi xatolardan yongan holda Allohga yüzlendirish degan shu ma'nosi bo'lsa, bu chaqda buni ma'nosini degan bo'ladi. Fa va ala qawlihi jalla zikru. Alloh azza va jallaning innad dina indallohil islom degan qavli bo'ladi. Yani din degan Allohniki nazarida maqbul bo'lgan, haqiqiy bo'lgan din islomdir degan oyati bo'yicha bo'ladi. Ya'ni biz ishondik deb qo'ymay, aslamdan musulmon bo'ldik denglarda ma'nosi chiqadi. Musulmon bo'ldik. Chunki Alloh taolo e'tibor qilgan din nima? Islom dini. Ammo agar nima bo'yicha bo'lmaychi, agar haqiqiy ma'nosi bo'lmay, ya'ni buni ikkinchi ko'chma ma'nosi bo'lgan istislam, taslim bo'lish, ya'ni ko'rinishda nima? Taslim bo'lish, ko'rinishda musulmon bo'lish, taslim bo'lish, bo'ysunish, ularni qo'rqib musulmon bo'lish degandek boshqa sabablar bilan bo'lgan bunday ma'noga hamla qilinishi uchun u chaqda buni ma'nosini degan bo'ladi. Ya'ni sizlar biz qullam tu'minsiz mu'min bo'lmadinglar sizlar. Siz mu'min emas. Balki sizlar biz aslamda taslim bo'ldik denglar. U chaqda istilamlar demaydi biz. Taslim bo'ldik denglar. Biz taslim bo'ldik denglar. Valamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iymon texnichislarning qalbingizga kirgani yo'q. Oyatdagi oxirgi davomini qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi aslamna nima? Majaz ma'nosi, ikkinchi ma'noda. Ko'chma ma'nosida qo'llangan. Iymon texnichislarning qalbingizga kirgani yo'q, texnikimidi degan gap. Iymon kimligida musulmon bo'lamdi? Musulmon bo'lmaydi tabii ki. Faqat bular nima? Ko'rinishda musulmon. Ya'ni taslim bo'ldik denglar. Biz taslim bo'ldik denglar, siz iymon san qalbingizga kirgani yo'q deydi. Demak, iymon qalbi kimisa bu iymon buni oxiratda manfaat qilmaydi. Bu dunyoda musulmonlarning qilichini saqlab qolgan bilan oxiratda manfaat qilmaydi. Xo'sh, endi Imom Buxoriy rahimahulloh shu bobga bu unvonga tuvangi hadisni dalil qilib keldi. Ya'ni iymon bilan islom ba'zida o'xshash bir ma'noda qo'llaniladi. Iymon huval islom, islom huval iymon. Ba'zida islom degan iymonning aksi. İslam ma'nosida ham qo'llaniladi ba'zida. Ba'zida odam musulmon bo'ladi ko'rinishda, lekin mu'min bo'lmaydi. Bunda ish muboda bizga demakchi. Hadisdagi dalil. Haddathana ol sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy bunday dedi. Bizga Abu Yaman hadis so'zlab berdi. Abu Yaman bunday dedi. Bizga Shuayb Zuhriydan rivoyat qilib xabar berdi. Zuhriy bunday dedi. Menga Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd radhiyallohu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib munda xabar berdi. Shunda xabar berdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam a'ta rahtan bir guruh degan bir jamoatga bir muncha hadiya so'rasam degandek ata aysallarni berdi. Va Sa'dun jalisun. Sa'd yani mazkur Sa'd yani Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu. Jalis shu yerda o'tiruqliq edi. Fataraka Rasululloh. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya Sa'd bunday deydi. Rasululloh mushad o'tirganlarning ichida menga eng arziydigan, menga eng yoqadigan, yani men ularni mening e'tiqodimda eng solihi, eng yaxshisi deb o'ylaydigan bir odamni Rasululloh qo'yib qo'ydi. Shu odamni bermidi. Faqultu, men dedimki ya Rasululloh, malaka an fulan? Ya Rasululloh, falanidan sana nima bo'ldi deb, ya'ni falani haqida sana nima bo'ldi? Yani sen nima uchun undan yuz o'ylading? Sen falanidan nima uchun yuz o'ylading? Unuga pul mol dunyoni bermidi? Deb alaykum assalom. Deb shunda devidi fa vallahi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb Payg'ambar alayhisalom fa vallahi nima? Gapini davom etadi. Nima uchun malakan fulan degan falan haqida sana nima bo'ldi? Ya'ni falani nima uchun uni bermaysan? Deb so'radim va dedim gapini davom et. Fa vallahi fas Alloh bilan qasamki inni la
arahu mu'minan. Bu yerdagi 3 xil iborat durust. La urahu, la arahu. La arahu, la urahu deb 2 xil iborat durust. Ya'ni ma'nosi la arahu mu'minan. Alloh bilan qasamki, men buni mu'min deb o'ylayman. Men buni mening ko'z qarashimda mu'min deb ko'raman, mu'min deb o'ylayman, men mu'min deb qarayman deb shunda dedim. Ana desam faqal aw musliman deb. Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Yoki musulmon. Yoki musulmondo deb qo'ydi. Ya'ni men mu'min deb o'ylayman desam Payg'ambar alayhisalom aw musliman yoki musulmondo dedi. Fasakattu qalilan, amman bir oz sukut qildim. Summa ghalabani ma a'lamu minhu. Andikin bu adam haqida men biladigan bu e'tiqodim men g'olib bo'ldi. Fa'udtu li maqalati. Fa'udtu li maqalati. Ya'ni lam nima? Li للتعدي للتعدية لام للتعدية أصل عادة يعود عادة رجع قتل يعني ما فعل لازم لام بلند قايلانده فعل متعدي قايلانده فعدت لمقالتي وسين يعني بكتشونه يعني رجعت رددت رددت قولي يعني من سözümni qayta tekrarladım. Yine qaytaladım. Beş degan gapimni o'zini yana dedim. Yani malaka an fulan fa vallahi inni la arahu mu'minan dedim deydi. فقلت مالك عن فلان falan hakkında sana ne oldu ya Resulallah? Ne için onu beğenmeysen? Fa vallahi inni la arahu mu'minan. Allah bilen qasam ki ben onu mu'min deb o'ylayman deb shunda dedim. Faqal Payg'ambar sallam dedik, "Ev musliman, yoki musulmon" deb o'ylaydigan sen. Yoki musulmondo deb qo'ydi. Fasakattu qalilan. Aman birden sukut qildim. Summa ghalabani ma alam minhu fa'udtu li maqalati. Yine birden içimga patmay yine qaytaladim so'zimni. Ve ada Resulullah. Resulullah sallallahu gapini qaytaladı. Yani ev musliman deb gapini qaytaladı. Thumma qal andin ki qaytalab bo'lgandan keyin Payg'ambar dedi ki, "Ya Sa'd. Ey Sa'd, inni la u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu." Men ma'lum bir odamga bir narsa beraman. Halbuki odamdan boshqasi menga uningdan nima suyumlikroq. Ya'ni men bir odamga mol dunyo sovg'ini beraman, lekin undan boshqa bir odam men suyumlik, ben onu ondan başkasını bekleyak yaxshi ko'raman. Shunda turg'iliq bekleyak yaxshi ko'radigan odamga bermay, boshroq yaxshi ko'radiganini beraman. Nima ish qilsa, xashyata ayyakubahullohu fin-nar. Ya'ni shundan qo'rqibki, yani Allah Taala uni do'zaxga dum chugizib o'tishidan qo'rqib, uningga beraman. Yoki dum chugizib o'tishidan qo'rqib uningga bermayman. Ben ikki xil hadisning ikki xil ehtimollik bor. Allah'ın do'zaxga dum tashlab o'tishidan qo'rqib uni bilman yoki kimga demoqchi bu yerda, ya'ni boshqa qarshi ko'radigan kishiga bilman. Yoki Alloh taolaning uni do'zaxga dum tashlab o'tishidan qo'rqib bermayman desa, u chaqda damirni qaytadi. Ya'ni bak yaxshi ko'radigan kishiga. Ama as-sabab nima? Bilan beshini qaytaydi. Bu hadisni Yunus rivoyat qilgan, Solih rivoyat qilgan, Ma'mar ve Zuhri'nin bir tuqunun oğlu Ciyani rivayet kılan, Zuhri'nin rivayet kılan olsa Muhammed ibn Abdullah ibn Muslim'deydi. Ama bu hadisi ki biraz hulasılar bütüp gidelim hulasıdır. Birinci hulası olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bir hediye verdi. Peygamber sallallahu adeti devamlı kelgenlige kol ilgili olsun bilişiydi. Benesini bilip durattı, takip durattı. To'xtamayamda hozir bu ishlar hozirgi zamonimizda ta'dissizchi bo'lib qoldik. To'xtamay oladigan ahli ilmi olimlar elishni biladi, duo qilsam deydi yoki shu boshqalar bizga duo qildi so'ldi deydi. Bilishni bilmaydi. Olim bo'lganlar böyle shunday qilib qiladi. Buningga sabab bor tabiiyki. Bu talib vaqtida Fiqir, Namrat. Talib vaqtida Fiqir, Namrat. Namrat bo'lgandan keyin boshqalar buningga tabiiyki yordam qiladi. Yordam qilgandan keyin buningga bu eng chatoqi bu odatlanib qolmasa bo'ladi. Buning odat mutaavvid bo'lib qoladi. Ya'ni odatlanib qoladi. Shundan boshqalar berganda qajda kunib qoladi. Kungan yomon. Bu bizda bir gap bor bizda. Ko'ygan yamonmi, ko'nganmi deydi. Ko'ygan yamonmi, ko'nganmi. Ya'ni degan gap, ya'ni hal at-ta'awwud asharrun am nima al-hub. Hub. Ya'ni birazga odatlanib qilish yamonmi yoki yaxshi ko'rish yamonmi desa, beradigan javob nima ko'ngan yomon deydi, ko'ngan. Odatlanib qolgan yomon. Yaxshi ko'p qilgan narsani unutib qolish mumkin ba'zida. Bu qarab qoladi. Odatlangan ish
bütün jisming ısınıp ketken boludi. Ana şu demek muş yaman adetni yo'qotish kerak. Ana Payg'ambar alayhisalom to'xtab elishni emas, ya'ni bilatdi, davomli bilatdi. Hatto Payg'ambar alayhisalomning buyuk kunisi bir yerdan shu bir uyga toshqidek mol dunyo kelsa, kashqulliqda qo'limda qiqitib qolib ketadi. Taqib kelganligi bilib kashda atigi nima qiladi deydi Payg'ambar alayhisalom. Mushunda darajada sahiy edi. Payg'ambar alayhisalomniki mush bir xislati chiqyapti dunyoda. Endi xo'sh, Rasululloh bunda sahiy majd edi. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki bunda sahiy majd zot. Endi Rasululloh kelganligi munosabati dedi. An shularning ichida bir odam bor edi, men mening ko'z qarshimda nayt solih, taqvodor odam deb o'ylaydim bu kishini. O'ylaydim. Shuna Payg'ambar alayhisalom shu odamga bermadi. Shu odamga bermadi. An Rasululloh men nima ish qilmaylar? Men uni mu'min deb qarayman desam, Payg'ambar alayhisalom yoki musulmondir deb qo'ydi. Xo'sh. Endi uniki men bir oz sukut qildim. Ayna bu gap takrorlandi, bu gap takrorlandi. Oxirida Payg'ambar alayhisalom javob berdi. Ey Sa'd, men ma'lum bir odamga bir narsa bilaman. U boshqa uningdan boshqasini balki yaxshi ko'raman. Lekin boshqasini yaxshi ko'rib turib, buni bilaman. Nima ish qilsa, buning illati men shu kishini Alloh taolo do'zaxga dum tashlab o'tishni qo'rqib bilaman deydi. Demak bu hadisda ikki xil ma'no chiqish ehtimolligi chiqdi. Endi oldi bilan sizlardan so'raydigan savolim bor bu hadisda. Sizlardan so'raydigan savol. Bob bilan munosabat. Bob bilan bo'lgan bo'lsa munosabati nerede? Shuni tepaqani keyin davom ettiramiz. Endi buni yaxshi javob berdinglar. Buning endi tafsiloti bunda. Payg'ambar bobdiki Imom Buxoriy 5 ta bobni keltirganda nima deb keltirdi? Ya'ni 5 ta bobni keltirganda insonning islomiy haqiqat ma'nosi bo'yicha bo'lmay, majoziy ma'niga bo'lib qolsa, ya'ni bu dunyo ularning qo'rqib yoki asrlanishni qo'rqib yoki pul mol dunyoda musulmon bo'lgan bo'lsa, buniki iymoni asqatmaydi degan bir xil ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Uningki keyindalam oyatni agar haqiqat ustiga Alloh taolo qul lam tu'minu degan oyatni keltirib, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu degan oyatni keltirib, agar mush iymon deganniki va islom deganning ikki ma'nosi bor. Haqiqat ma'nosi iymon, islom iymon. Majoziy ma'nosi va istislam deb bizga tushuntirib bo'lgandan keyin agar mushadki oyatdagi aslamna degan agar haqiqat ma'nosi bo'lsa, bu joqda buniki nimaga buni hukmi inna dina indallohil islam degan, ya'ni biz musulmon bo'ldikdanlar, haqiqiy musulmon bo'lsa musulmon bo'ldikdanlar degan bo'ladi. Deb yeni birini keltirmadi. Ya'ni chiqdi shundan bilan iktifa deb ataladi bu. Ya'ni agar bu haqiqat ma'nosi bo'lmay, majoz ma'nosi bo'lib qolsa u joqda bunun ma'nosi istislam degan bo'ladi. Biz taslim bo'ldik danglar, chunki valamma yadkhulul iymanu fi qulubikum. Iymon texsan qalbingizga kirgani yo'q degan keyingi oyatdagi dalil bilan. Xo'sh, endi bunda bo'lsa, bu oxirat asqatmaydi degan hamma so'z deb bo'ldi shunama. Endi bu hadis bilan babning munosabati dalil bu hadisdagi shahid nada desa, birinchi Payg'ambar alayhisalom sahobinim dedi, Sa'd, buni men mu'min deb qarayman dedi. Mu'min deb qarayman deganda Payg'ambar alayhisalom yoki musulmondu dedi. Yoki musulmondu. Ya'ni demakchi o'g'ini agar mishati muslim agar haqiqat ustiga bo'lsa, sen bu degan kishi yoki musulmondu. Yani degan gap, ya'ni mu'min din musulmon degan ism texmi umumiy, texmi jin haqiqiy musulmondu degan ma'no berishi mumkin. Ya balkim xuddi shu Imom Buxoriy mu xuddi babda ikki ochmoq gapni qilib qo'ygandek, bu hadismi ikki ochmoq. Ikki taraf ehtimoli bor. Yoki bo'lmaydi av musliman degan majaz, islomning majaz ma'nosi bo'lib, yoki og'izda musulmon bo'lib, iymon qalbiga yetib bo'lmagan bo'lishi mumkin. Og'izda musulmon bo'lib, iymon qalbiga yetib bo'lmagan musulmon bo'lishi, ya'ni zohiriy musulmon, ko'rinishda musulmon bo'lishi mumkin degan ma'noni bir ehtimoli bor. Endi buni oxirida miyat topamiz endi. Payg'ambar alayhisalom nima ish qilsam buni bermaysan desam, men ba'zi odamlarga bilman, ben bermagan odamlarni, bergan odamlarni bakak yaxshi ko'rib turib, lekin shu bergan odamlarga bilman, nima ish qilsa, u Alloh taolo buni do'zaxga dum tashlashni qo'rqib degan yerdan yana mushaydim ishga ehtimollar chiqib turadi. Bu bo'lsa, masalan, bergan odamga nima deb berdi?
bizde masarifu zakatda innemes sadakatu lil fuqara degan oyatda 8 xil masraf bayon qilingan. Shu 8 xil masrafning birisini men muallafatu qulubuhum va lil muallafati qulubuhum degan dillerini İslamga mayil qilish uchun. Anladın? Yani kafirlarga pul mal zakat beriladi. Pul mal berish orqali ular islomga dili mayil bo'lsin deb. Yengida musulmon bo'lganlarga nima pul mal zakat beriladi nima deb bularning qalbi nima bular iymonda sabit mustahkam qadam bo'lsin deb. İman kuchlansin, iymon qalbida o'rin topsin, o'rin olsin, qaror olsin deb yengida musulmon bo'lganlarga ham nima pul mal beriladi degan bir qoida masraf bor. Peygamber Aleyhisselam'ın mao edisi mao demek çoğunu yani ben ma adamı bilmem çünkü bu adamın imanı tıkı kalbide abdan ya bu Müslüman boğunu yok ya ki yeni de Müslüman oldu. Çünkü kalbide bir iman aslında onun hep boğuca bu pulunu belgeç tuttum. Anladın? Şu full kabul kıtatı imanda yeni var mısın deyip bedim şunu olmuş iman arkalık bu kalbide iman uğurlaşıp uğrun elip anladın? Şimdi devzakı çüp etmeydi. Yani pulni deb imondan yana bilib do'zaxga tushib ketishdan qo'rqib, yaxshi ko'rib turadigan odamga bermay, chunki yaxshi ko'rib turadigan odam jin musulmon. Madamchi yengida bo'lgan musulmon. Shuni buni bilman degan bunda ma'ni bo'lishi mumkin. Bunda ma'ni bo'lganda musulmon degan bo'ldi, haqiqat bo'yicha bo'lgan bo'ladi. Ya'ni u jin musulmon ashabi Sa'd roziyallohu anhu sahabi jin musulmon degan ma'nini biladi. Ammo yeni bir ma'noda asaqchi. Miyadiki men ben adamı yaxshi ko'rib turib uni bermayman, boshqasiga beraman degan gapdan Payg'ambar alayhisalom bu yerda o'zining holi quvvati bilan nimani bilgan? Ba'zi insonlar namrat bo'lsa yaxshi. O'nchi qilib pul bo'lmasa, nihoyat taqvo, nihoyat yaxshi, ibodatlik, ko'zi yoshlik, undan masjiddan qolmaydigan, jamoatdan qolmaydigan, yaxshi ibodatdan qolmaydigan bo'ladi. Ammo yo'nchi 2 dona pul, 2 top pul kelib qolsa, bunun kendi etkili bo'lmaydi. Masjidim yo'q. Ahli imranın göz girmeydi. Yaxşı bir cemaat sorular katlaşmaydı, başkalarını yaratmaydı. Yani işten kapatmaydı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne deydi o? Kella innel insane le yatğa er-ra'ahu istagna. İnsan yüzünün şunda bay boğalıqını görüp qalsa haddini aşıdı deydi Allah Teala. Çok umcuda qılıdı deydi. Demek insanın bir tabiatini mekan, pul mal kesilikinde haddini eşişken. Ama anda oğanda şu dese, ma adam Müslüman, fakat Müslüman da kullandı ne diye ma ikinci mana bırakıldı çağda. Yani ev Müslüman degeni ya ki yani bu yeni de boğan Müslüman yani taşki Müslüman, köyünüzdeki Müslüman tıkı bu. Belki bu köyünüzdeki Müslüman siz mümin de kettiğinizde bunu kılan amel ibadeti karab taşıdın karab mümin deginizde bu hakiki mümin emez yeni de Müslüman boğan nima Müslüman bo'lishi mumkin. Agar men buni bilsam bu mal dunyo bilan bu islom rasmiy qalbida o'rin olib bo'lmaganligi bu pulni mal dunyoda buni bilsam bu mal dunyo bunga yaxshilik tarafga bo'lmay foydasi bo'lmay yomonlik tarafga deb buni haddidan oshirib davlatga tashlab o'tishi mumkin. Shu bunun yo'qida pul bo'lmasa biz nemizki bir bo'lib yaxshilikni anglab o'tsa yaxshi buning uchun namrat bo'lgani yaxshi. Pul bo'lmagani yaxshi bo'lishi bu pul nafsinikini kirib ketadigan odam buniki mushi tarafi ojiz. Çünkü bizlerden bazılarının muamelat o'zi yaxshi odam, kitobni oldida yaxshi o'qiydi. Masjid ko'rib namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi, hamisha yaxshi pul ichiga kelganda chataq. Muomala chataq. Ya faqat pulni elib oladi, ya yeb oladi, ya faqat pulni bergilmaydi. Muomala jihati bak chataq, lekin ibodat qattiq kuchli odamlar bor. Bunda odamlar uchun nima yaxshi? Bularga pul bo'lmagani yaxshi. Pul muomala yo'q bo'lsa buni taqdirga chiqib odam taqdirga, g'arga chiqib aşağı ibadet kılın yaxşı bunun kişisinin ayrılıp anda adamlar. Bazı adamlar taat ibadet edecek yok. Lakin kişilerle münasebeti yaxşı, muamelesi yaxşı, hakkını yemeydi. Başkalarının hakkını yemeydi. Pulu boz nakt caydı kaytırıp turudu. Başkaları pul mal cihati kişinin hakkını yemeydi adamlar. Pul mal onu doğrudan azdıranmaydı. Bunda adamlar için pul mal boğunu yaxşı. Anladın? Şu anda. Yani Peygamber Aleyhisselam şunu bilal etti. Peygamberimiz murşid kamil bo'lganlik uchun shunda qarablam shu kishining holiga qarab har bir kishiniki masalan bir qatim Peygamberimiz yanına bir adam keldi. Men ro'za tutgan odam ayolini so'ysa bo'lamdi, taqbil qilsa bo'lamdi, qabbala dedi. Bo'lsa qilsa bo'lamdi debdi. Peygamberimiz bu odamga bo'ladi deb javob berdi.
Yeni bir adam geldi. O okşaş sualını sordu. Rozudar, saim. Ruzda adam ayağını akıp söylese bulamdı. Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. La dedi. Biz qaradık deydi sahabe. Hayran qaldı. Bu okşaş sual. Okşaş Resulullah'ın sordu. Cevap iki xil. Şunda qarasak, dastlab kelgan adam qiyri yaşangan adam ekan. Yüzünü tuta oladigan yosh cho'ng adam ekan. Keyin kelgan yosh bola ekan. Ha. Keyin yosh bola o'zini tutolmay chataq chiqarsa, 60 kun kafarat ketadi Ramazonda. Farz ro'zining gapida. Cho'ng adam o'zini tuta oladi. Gap shu. Payg'ambar alayhisalom shundoq bir komil murshid ekanki, aqlli, dona, hali quvvati, ilmi qal, ilmi hal berilgan, ilmi ladun berilgan zot bo'lg'achqa, shundoq qarablam şu kişiniki halini bilalaydi. Ma kişiga pul bersem buludu, ma'niga bersem bo'lmaydigini bilalaydi. Tushundingmi? Bizniki uning ham ehtimoli bor, buning ham ehtimoli bor. Lekin har ikki ehtimoldan birmuncha bizga nima? Foyda manfaat kelib chiqadi. Xo'sh. Endi kelgan babimiz bo'lsa, Kitab-ul İman'ın 19. babı Babun ifşa'us salami minel İslam. Salamni tarqitish, salamni chechish islomdandir degan bir bab. Xo'sh, endi biz bizniki xulosada nima deya keldik? Ya'ni iymon, islom, al-amal, din degan hammasi kalimat mutaradifa degan Imom Buxoriyning so'zi. Hammasi birisi-birisiniki o'rnini basa oladigan so'zlar degan. Ya kelgandiki endi islom din deb o'tadi. Ba'zida iymon din deydi, ba'zida amal, ba'zida din deydi masalan. Babun ifşa'us salami minel İslam. Salamni tarqitish islomdandir. Yani bir adamniki ko'rganga, tunug'anga, assalomu alaykum deb salamni bilib o'zining nimaga alomat? Bu odamning islomiy, yani musulmon ekanligiga alomat, musulmon ekanligiga. Musulmon degan nima qiladi? Assalomu alaykum deb salom beradi. Chunki musulmon degan o'zi salomat qilguvchi degan gap ağızda hem ne bilish kerak? Assalam degan gapni chiqarish kerak, bilish kerak. Va qala Ammar deydiki salasun men jama'ahunna faqad jama'al imana. Yani 3 xil ish bor. Kimki bu 3 xil ishni to'plasa, jami qilsa, faqad jama'al imana, iymonni jami qilgan bo'ladi. Iymonni jami qilgan bo'ladi. Yani iymoni komillashgan bo'ladi. Hammasi min kemalil iman hammasi. Birinci el-insafu min nefsik. Senin üzerinden bo'lgan nima? Bir insaf. Üzerinden bo'lgan bir insaf degan gap. Yani bilak adamdan bo'lmas, üzerinden bo'lgan insaf. Boshqadan to'xtamay insaf qilingda boshqadan talab qilmay insafni sen avval üzerinden qil deydi. Üzerinden bo'lgan insaf. İkincisi ve bazlus salami lil alam. Bütün alemga salamni bilish, bazl degan bilish, i'to degan bilish. Salam, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb bütün alemga salamni bilish, salam bilish. Üçüncüsü vel infaqu minel iqtar. Yani qatira, qotur, qatara degan gap nima? Fiqirlik, yo'qsuzlik. Yani qo'lida yo'q chaqda, qo'lida yo'q turib nima chiqim qilish. Bir odam insaf, qalbida insaf ekan. Yani o'zi insaf qilgan, yani boshqalarga insaf tutmay, boshqalarni insaf kutmay, o'zi boshqalarga insaf qilar ekan. Birinchi. İnsaf qilsa ham bilasiz-ku, insaf deganni. İnsaf degan gap, asli insaf degan chiqqan nisbdan chiqqan, nisb, yerim. Bir non bo'lsa, bir odamda tengini o'zi yap, tengini muhtoj qilib berish. Shunaqmi insaf degan gap? Insaf qilish degan gap, yani tengdan bo'lishish degan gap. Ko'p qo'llik bilan ishtirok qilish. Tamuq bo'lsa, g'arib g'urba bilan birga yeyish. Pul bo'lsa, g'arib g'urba bilan hojat miskinligini bilib birga, yani o'zining narsasini boshqalar bilan teng foydalanish. Bas endi teng foydalagan narsalar bor. Foydalanmaydigan narsalar bor tabiiyki. Anladın? Demek maddi narsalarni o'ziniki, nima boshqalar bilan, boshqa qarindoshlar bilan teng bahriman bo'lish, hojatmanlarni aymaslik, degandan boshqa bir narsa sotgandimi insof qilib, ya'ni uni bir narsasi arzonroq sotib berish, olganda masalan yomon quvvat bir odamni olmay uni insof qilib, endi insof degan ma'nosi ko'p yani. Insof deganning ma'nosi ajoyib ko'p ishlar. Endi ikkinchisi tunug'an-tunumag'anga salom berish. Tabiiyki musulmonga salom qilamiz, musulmonga salom beramiz. Lekin musulmon olamida
Bir adam tunusak mı, akımız olsun, okumuz olsun mu, tunusak mı, tunumusak mı, yakınımız olsun, yarak olsun mu? Salam, esselamu aleyküm, salam bilir. Muşbek muhim. Bu efendinin imanının kamillığını katardır buludur. Vel infaq minel ihtar diye kulda pul yok çağda, kulda pul yok çağda, nima? Özü ihtiyaç durup bir önceki bir yıl var, bir yıl özü ihtiyacı var. Şunda halet değilim ihtiyaç bizde hacetmedin birisi gelse şunu biliş. Muşunda halette bu anda bu bende imanını toplagan buludu. Anladın? Yani demek hemmesi muşadan hemmesi imanlıki min kemal imanin kamil mümin buludu. Kamil Müslüman buludu. Demek çoğunu mavu tabi'ilaniki sözlerinin keltirgen delillen bab bilen boğan unvan bilen boğan münasebet nima desa bab ifşa'us selam minel İslam. İfşa'us selam minel İslam deb yani çünkü İslam bilen imanni ma'nodash dedik-ku, hozir mutaradif dedik-ku. Şu imandan degan o'zi İslamdan degan bo'ladi deydi. Endi 28-ci hadis Buxoriydagi hadisi tartibi numeri bo'yicha. Ve bihi ilayhi qala hadathana Qutayba. O sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy mundaq dedi bizga Qutayba hadis so'zlab berdi. Qutayba mundaq dedi hadathana Lays. Bizga Lays Yazid ibn Abi Habibni rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Yazid ibn Abi Habib Abil Khayrni rivoyat qilib, Abil Khayr Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma din shundoq rivoyat qilindiki, bir odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mundaq deb so'radi. Ayyul islami khayrun. İslamның qaysi biri yaxshiroqdir? İslamның qaysi biri yaxshiroqdir? Ya'ni islomdagi amallarning qaysi biri yaxshiroqdir degan bo'ldi. Ma'nosi islomning qaysi biri yaxshiroqdir? Chunki islom degan bir, islomga 2-3 islom yo'q bu yerda. Ya'ni ayyul islami afdalu degani, ya'ni ayyul amali fil islam khayrun degan bo'ldi. İslamdagi amalning qaysi biri yaxshi degan bo'ldi ma'nosi. Yoki ayyu xislatin minhu, islomning qaysi bir xislati yaxshi degan ma'nosi bo'lsin bo'ladi. Ayyul islami khayrun, İslamның qaysi yaxshi deb savol so'radi. Qal tut'imut ta'ama ve taqra'us salama ala man arafta ve man lam ta'rif. Yani tut'imut ta'am, tamaq itib bergeysen. Tamakni tamaq qilib bergeysen degan, tamakni itib bergeysen. Uzan. Agar bilan gunjinek tashlab qo'ymay, balki uni gunji bo'lsa, uni itib, polo qilib, go'shtni besib tayyorlab bergeysen bunda. Anladın? Ve taqra'as salam. Tunumaganga salam bergeysen. Salam o'qigaysan degan, yani tunumaganga salam bergeysen deb Peygamber cevap verdi. Endi sizlardan so'raydigan savol. Bu yerda babda ifsha'us salam minal İslam. İslamni salamni tarqatish İslamdan doğru dedi musannif. Unindagi bu yerda hadis bilan bo'lgan munosabati nerede? Nima buning vajhi, yo'li nima? Qadapanglar qaysilar yaxshi deydigansizlar. İmam Buxoriyning qarashida iman, İslam, amal, din degan hammasi nima kullum şey vahid. Hammasi kelimat mutaradifa. Ba'zilarininki majoziy ma'nolari var, boshqa jihatdan, lekin yeni bir jihatdan hammasi bir ma'no bildirdi deydi. Anda bo'lgandan keyin, anda bob bilan bo'lgan munosabat nima desa, ya'ni ifsha'us salam minal islam. Kitob imonning kitobi. Demak, islom deganmi iymon degan bo'ladi. Iymon degan islom degan bo'lsa, miyadagi hadisda nima deydi u? Yani sual nima? İslamның qaysi yaxshi dedi? Demak, İslamның qaysi yaxshi deganda, yani tut'imut ta'am. Demak, İslam deganmi, amal degan ma'nosi bor va iymon degan ma'nosi bor. Amal degan iymon, iymon degan İslam dedi, İslamning amal degan ma'nosi bor demakchi hozir. Yani İslam debiyatiki İslam degan qancha İslam bor odatda? Bir İslam bor. Bu yerda hozir Peygamber tamoq bilish, salom tunatmagan salom bilish degan ikki masalani bayon qildi. İki İslam bulamdı bu dese Peygamber Aleyhisselam bir narsaga cevap verdi. İslam'a cevap verdi. Lekin sual ikki, cevap ikki. Tamak bilish, nima tunmagan salom bilish. Buni meni bildirdi. Ha, demek miyadi mahdufat bor ekan. Ya'ni ayyul amali fil islami khayrun. İslamdagi qaysi amal yaxshi? Yoki ayyu xislatin minal islam khayrun. İslamның qaysi bir xislati yaxshi desa, demak İslam degandiki İslam bir İslamның ichida nurg'ulg'an amallar bo'ladi. Nurg'ulg'an xislatlar bo'ladi. Shu xislatlarning ichidan eng yaxshi bo'lgani hozir ya'ni g'arib miskinlarga tamoq berish, do'stligini kangli bo'lish, yani tunmaganga salom berish. Demak, mishadimi musannifning maqsadi, ya'ni İslam
salom qilishmi islom dini degandiki, chunki islom bilan salomniki mushtaq tigi bir salima yaslamu salomat qilish. Salom degan gap salom bilish degan bo'ldi, salomat qilish, salomatlikni tilash degan bo'ldi. Islom degan salomat qilish, musulmon degan gap. Ya'ni bilsam menda ish bilan tosh qo'ygan bo'lar. Chunki musulmon bo'lgan odam tungan salom beradi. Bu islomning qatoridan. Islom degan iymon, iymonning qatoridan. Va islom degan amal, tamoq bilishmi amal, salom bilishmi amal, amal degan iymon deb birisi bog'lab keltiryapti to'xtamay gapini. Xo'sh. Endi bu kitobdagi 20-bobi musannif deydiki, babu kufranil ashiri ve kufrin dune kufrin. Ashir degan erga kafir bo'lish, ashir. Ashiratun er degan gap, zavj. Erga kafir bo'lish. Ve kufrin dune kufrin degan kufrning tu'ndagi bir kufrning bobi. Demak cho'g'ni, demak kufr ikki xil bo'ladi. Biri Allohga kafir bo'lish. Yana biri erga kafir bo'lish degan bir kufr degan hem imanning qarshi qarshisi nima? Kufrmi? Imanning qarshi qarshisi kufr. Hamda biz ba'zan chaqda narsalarni bilishda addotlar bilan bilsak yaxshi bilamiz. Aqni qari bilan yaxshi bilamiz masalan. Hamda bizga imanning qarshi qarshisi bo'lgan kufrni keltirib, kufr degan al-imanu nima dedi? Iymon degan qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror qilish, mutlaqo amal qilish degan bo'lsa, kufr buning aksi. Kufr degancha qalbda tasdiqlamaslik. Anladın? Çoğunun için eksik qaytsak-da nima qoldi bizda? Ishonchlik yo'ldan faqatla qalbda tasdiqlamaslik qoladi. Balkim kofirdan birisi og'izda la ilaha illalloh deyish mumkin. Balkim kofirdan birisi namoz o'qishi mumkin, amal qilish mumkin. Lekin qalbda tasdiqlamdi, qalbda tasdiqlamaydi. Shu jihatda nima bu? Munofiq yo kofir deb ataladi. Kufr degan bu. Endi kufr ham Qur'oni Karimda, ba'zida hadis shariflarda kufr degan so'z keladi musulmonlarga. Kufr degan qanday odam keladi? Kofir keladi. Payg'ambar alayhisalom agar musulmon deb bilib ya kofir desa, ajoyib ig'ir jinoyat endi bu. Agar shu kofir bo'lsa, mayli ketdik agar. Agar kofir bo'lmasa bu gap yuziga elib keladi deydi. Ha, bunda olgandiki bir odam kofir deyish xatarlik ish, musulmon qarab kofir deyish xatarlik ish. Hozir xavorijlarning yo'li ham musulmon kofirga chiqarish. Endi musulmondan bilingan Qur'on hadisda kofir degan takfirun al-ashir degandek kofir degan musulmon qartilib deyilib qolsa bu qanday kufr bo'ladi? Shu biz deyotgan iymonning qarshi bo'lgan kufr bo'lamdi yoki undan boshqa kufr bormi desa, kufr ikki xil bo'ladi. Biri kufrul haqqi bil inkar. Yine bir çoğu kufranun ni'me. Ni'metga tuzkurlik qilish, nankorlik qilish. İki xil bo'ladi. Endi u chaqda kufran ne'mat qilganlikning jinoyati nimadek bo'lmaydi? Buni kufr qilib bo'lmaydi, kofir bo'lib ketmaydi. Gunohkor bo'ladi, lekin iymonning qarshi bo'lgan kofirdagi kufr bo'lmaydi. Kufr asli kufr haqiqiy bo'lmaydi. Kufr nima demak? Ikki ma'nosi bor. Haqiqiy va majoziy ma'nosi bor demakchi. Bizga hozir shu atallarning istilohlarniki nimalarida o'tdi Imom Buxoriy Qur'oni Karimdagi o'rinlar qarab, hadislardagi o'rinlar qarab, uniki hammani bir tayoqda haydigili bo'lmaydi qanligini. Mundaq ma'nosi bor, mundaq ma'nosi borligini bizga deb berib o'tdi. Babu kufranil ashiri ve kufrin duna kufr. Yani ergi kafir bo'lish va kufrning tuvindagi kufrning babi. Fihi an Abi Sa'id an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu babda Abi Sa'id radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu rivayet kılındı. Demek bu gap bilen bu babның hadisinin yeni bir yolu var. Yeni bir yolu var demekçi. Yeni bir yoldan mı kelgen? Degan bir meseleni bu demekçi deydi. Haddesena Abdullah ibn Mesleme. Ol senedi muttasilimiz bilen İmam Buxari etken İmam Buxari mundaq dedi, bizga Abdullah ibn Mesleme İmam Malik'ten rivayet kılıp. İmam Malik Zeyd ibn Eslem'den rivayet kılıp. Zeyd ibn Eslem Ata'dan rivayet kılıp. Ata ibn Yasar'dan rivayet kılıp. Ata ibn Yasar İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kılıp. Hadis sözlep bergen İbn Abbas radıyallahu anh mundaq dedi.
Qala Nabi Peygamber sallallahu bundaq dedi. Endi men qaytgan bolsanglar, ma 5ta fihi degandiki ma'no chiqadi nimada? 5ta fihi an Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alayhi vasallam. Yani Abi Sa'id degan sahabet, Abi Sa'id Xudayri degan sahabetdan rivoyat qilingan bir yo'l ham bor o sahabeden. Ama İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilingan yana bir yo'l. Bu hadis ikki sahabenin rivoyat qilingan demakchi. İbn Abbas radhiyallohu anhu qol. Qala Nabi sallallahu alayhi vasallam Peygamber sallallahu alayhi vasallam bundaq dedi. Uritun nara. Men devzakni ko'rstildim. Degap, yoki men Mi'rajga chiqqanda devzakni ko'rdim demakchi. Yoki men tushimda devzakni ko'rdim demakchi. Ikki xil ehtimol bor. Fa iza aktharu ahliha nisa. Degan nagahan. Shunda qarasam, devzak ahlining ko'praki ayollar ekan. Devzak ahliniki jiqi ayollar ekan. Al-iyad billah. Yakfurna. Degan meyadiki kafir bulut iken. Yani cümle istinafi bunu ma'nosini hunna yakfurna degan. Yani ular kafir bo'lgan ayollar ekan. Ko'praki kafir bo'lgan ayollar ekan deb Rasululloh shunda dedi. Qila deyildiki ayakfurna billah. Ular Alloh kafir bo'lamdi ya Rasululloh. Allohga kafir bo'lgan ayollar ekan deb shunda so'radi. Qol. Demek sahabalarning kallasida-mu kufr degandiki ikki xil ma'nosi borligi ularning kallasida-mu bor. Shunga ayakfurun deb keltirmay, mutlaq keltirmay nima dedi? Ayakfuruna billah degan gap yana kufra, yani algi kafir bo'lish degan gap burundan tortib arab tilida bobil gap. Bu savolga ham qaraymiz, sahobalar tushunadi. Ayakfuruna billah deb keltirdi. Deganda Rasululloh dedi qol yakfuruna al-ashir. Yani algi kafir bo'ladi. ويكفرن العشيرة يكفرونها بس يكفرونها يكفرن العشيرة ولا أرجع كافر بلود ويكفرن الإحسان يعني أرجع نمي كافر بلود خاندا كافر بلود ذات تخمة نمي خبر واتو من أتف تفسير زي بلود بني يعني أرنن قلقان يخشلق يعني إحسان الزوج أرنن قلقان يخشلق كافر بلود يعني تذكر لقلده تذكر دائما تذكر لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. Peygamber tekrar misal getiriyorum. Davet ediyor ki eğer sen ulanın biriga zamanlar yaxshilik qilsan, yani zaman bir davr 20 yil, 30 yil, 40 yil yaxshilik qilsan bir o'y tutib. Thumma ra'at minki andin kin sendin shay'an demadiki nakira litasghir, litahqir. Kichikgina bir yomonlik senda kichikgina bir ya u yoqtirmaydigan ishni ko'rib qolsa قالت dediki ma ra'aytu minka khayran qattu. Men hergiz mu senden yaxshilik qilib bakmadim. Men senden hergiz mu yaxshilik qilib bakmadim deydi. Demek endi biz bu hadisga qaytaylik. Oldi bilan babniki babda nima degan edi? Ergi kafir bo'lish kufrning turindagi bir kufr haqida so'zlangan edi. Ondan keyin bu hadis ikki sahabening kelganligini bizga bildirib o'tdi. Ondan keyin Payg'ambar alayhisalom Mi'rajga chiqqanda davzaqni ko'rganligining dalili chiqdi bu yerda. Yana birga tushib Payg'ambar yoki tushdi. Chunki Payg'ambar Mi'rajga bir qatim tushdi chiqqan bir qancha qatim umida ham chiqqan. Tushundinglarmi? Endi Mi'raj Isro degan Payg'ambar alayhisalomning uyidan Baytul Muqaddasga bir kechida sayr qilib berishin deb ataladi, Isro deb ataladi. Mi'raj degan-ku Baytul Muqaddasdan osmonga Alloh azza va jallaning chaqiriqqa ovoz qo'shib, da'vatiga ijobat qilib chiqqanini deb ataladi, Mi'raj deb ataladi. Tushundinglarmi? Ikkisini farqi. Undan keyin Payg'ambar ham ko'rsatganligini Payg'ambar tushida chiqqan, Payg'ambar tushida ham chiqqan Mi'rajga bir qancha qatim, umida ham chiqqan. Umida chiqqan bo'lish ehtimolligi bor, tushida chiqqan bo'lish ehtimolligi bor. Lekin Payg'ambarlarning agar tushib bo'lgan taqdirda nima tushi nima? Ru'yal anbiya'i nima haqqun. Peygamberlerin tushi haqida degan gap, ya'ni vahiy bilan o'xshash. Payg'ambar islomga payg'ambar boshlangan vaqtda dastlabda rost tush bilan boshlangan edi. Fa iza endi xo'sh, bu bo'ldi. Endi davzaq ahlining ko'pragi ayollar ekan, yakfurna degan kafir bo'ladi ekan, ya'ni kafir bo'ladi ekan degandan sahobalar bu endi kafir degan gap Alloh taologa ham xos emas, lekin ba'zida endi ayrimi tuzkur qilgan ma'nosi bor. Qaysidir ham qolmay qoldik biz so'yli. Bu ham biz kafirlimidi yoki musulmon ichidami bormidi deb suribdi yaxshi so'ragan ekan sahobalar, maşallah. Alloh razı olsun ulardan. Alloh kafir bo'ladigan bular
deganda Peygamber yakfurnal ashir. Erlerga kafir bo'ldi ekan deb javob berdi. Erlerga kafir bo'ldi degan javob berdi. Va erga qanday kafir bo'lganligini yana Peygamber texnik tafsir qilib erning qilgan yaxshiligiga kafir bo'lgan, ya'ni tuzko'rlik qildi ekan. Texnik uchun emas, texnik misol qilib Peygamber deb berib, ya'ni zamonla yaxshilik qilsa, men seni hech qanday yaxshi ko'rmaydigan masalanga. Mo'shunda degidi shu ayollarning do'zax kirishiga sababchi bo'lgan. Demak, bu gunoh kebira degan. Bu kufrdan tuvan kufr degan bilan, ya'ni gunoh kebira. Minnatdorlik tuyg'usi bo'lmaslik. Manchi zaman yaxshilik qilgan odamniki minnatdorligini bir pung olmay hammani bir yomonlik bilan hammani silib tashlash degan bu yomon illatning naqadar xatolik ekanligini Payg'ambarimiz da'vat etdi. Ayollarning jiq kishi ayollarning tabiati mushunda tuzko'rlikqa mayil bo'lganligi uchun jiq do'zax kirib qilishniki sababi mush bo'lgan. Bu yerdagi bu ayolning bo'lganligi buning sababi emas. Bu yerdagi sabab buning ayol bo'lganligi emas, balki ayollarda mush xislat ko'p yuz berganligi. Mush xato xislat. Endi bu xislat agar ayollarda yuz bersa-chu o'xshash. Bir kishi ayoli atdigandan tamoq yeydi, kirqat yuydi, bolalarini boqidi, xizmatini qiladi, pul bo'lmasa pul yo'q demaydi, ba'disi bobosi xajlab oylab xajlamaydi. Muhimroq manchi xizmatini qilgan ayolni kishi 4 dona pul tepib, uni keyin ayol ko'rsatib qilib, boshqa narxini meni elib endi tabiiy tutqun nasib bo'ladi, lekin anda şekilde ama adillik olan emas, kuzgi setgüne qilib lamani. Tipiga rahat paragatni deb elib uni. Peygamber Aleyhisselam'daki ağan ayollarını qaraydigan bo'lsanglar, hammasi ya sahabalar, canlı şehidlab ketgan sahabalarniki. Peygamber Aleyhisselam'ın yeşi, Peygamber Aleyhisselam'ın çoğ mesela. Mesela Hadice radhiyallahu anha mesela. Resulullah'ın yeşi çoğ idi mesela. Ve Sevda mesela. Şu sahabalarniki pes Ayşe anamızın başı senmesi, Hafsa anamızın, Ayşe anamızın başı senmesi. Resulullah'ın yeşi çoğ ya ki şu şehidlab ketgan sahabalarning ayolları idi. Beşini ıslash uchun, xayr xalq qilish uchun yapib qo'ygan edi mesela. Ham Peygamberning nafsi şahvat uchun olgan emas mesela. Tabii ki o tutqunlasak bo'ladi. Gan şu 8 yoshli rasmiy, 18 yoshli qizlarni ham emas. Endi beshini ilab qolgan yoki agitganmay o'tirib qolgan, yoki tul qolgan, yoki yetim bolalar var. Ondan onu bir qarvog'isi yo'q. Ashunda bo'lgan ayollarni qo'ysak bo'ladi, Rasulullahning sunnati savob tazib bo'ladi mesela. Masalan bu. Shuning bilan endi qandiki 4 tane pul kisi bergan yo'qqa chiqiblan bu ayolni qo'ng'a tashlab chiqirib, xotini ep to'xtamay, buni sen bilan odishiman, ben sen deb mundaq qilib o'zima o'xshash tutko'lik bo'ladi. Tushunamizmi? Qanday? Yo'njoq pul kelgan chaqda ayolni qo'ng'a tashlab chiqirish, mushunda ishlar yo'q emas jamiyatda bor. Mushum o'xshash tutko'lik. Ayollig'ini pas emas, xislat demak bu. Bu yerdagi suskalgini ayollik bo'lgan, ayollarning ayol bo'lganligi emas. Şu ayollardaki bir yaman xislat. Hozirgi zamonda ayollarning xislatlari aylar o'tib ketdi. Burungi zamonda g'ayvatni ayollar qilish ekan. Hozir g'ayvatni aylar qilish. Tushundingmi? Chiqishni ayollardan tartib olib oldi. Burungi zamonda ayollar yuginib kiyim kiydi ekan. Aylar kiyim kiygani kiyim yo'q, ba'zi evet bosh tartiblanmadi ekan masalan. Hozir aylar degan cho'qsin tartib kiygan cho'nda yuginib kiydi. İştanda kaltı kiygan desa hozir aylar ishtanni uzun kiydi. Ayollar kaltı kiydi. Hamma narsani ayol kishidan tatib oldik hozir. Tushunamizmi? Ya'ni endi mishadi xulos kalamjalik muhim bo'lgan masala, yadrolik masala, bab bilan bo'lgan munosabat, yakfurnal ashira degan so'z. Demak, kufrning haqiqat bir ma'nosi bor ekan, majoz bir ma'nosi bor ekan. Haqiqat ma'nosi nima ekan? Ya'ni Alloh taologa kafir bo'lish, Allohga kafir bo'lish. Majoz ma'nosi-chu, ya'ni kufronun ni'ma, ya'ni tuzko'rlik qilish. Bak bu erga xas emas bu. Neyse, erga ham xas emas, ya'ni bir odam bizga yaxshilik qilsa, buningga yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarmay, buningga yomonlik bilan javob qaytarish. Non va osh berganga mush bergan degan gapimizda. Tuzko'rlik qilish. Mush ish, ya'ni mush xislat o'zi, ya'ni Alloh taologa kafir bo'lishni tuvan turadigan, lekin insonni do'zaxga olib tashlaydigan gunohi kabirani qatorida. Shundaqmi? Mush tuzko'rlik tuyg'usi yo'qlash kerak. Minnatdorlik tuyg'usi bor bizga qarabda. Vafo bo'lish kerak, vafo. Bir odam bir qitim osh bergan bo'lsa, tamoq bergan bo'lsa, mush odamni bir javob qaytarishni o'ylash kerak. Buning minnatdorlik bo'lishini o'ylash kerak. Bu odamni agar kunlarni bir shu odamni bir yomonlik qilib qolsa,
Hammani sirib bir qalamni sirib tashlamang. Buni bunda yaxshilik qilgan tarafimi bor deb, adab bizmi ko'chirayli, bizga yaxshilik qilgan deb bunda o'ylashimiz kerak musulmonga. Bo'lmasa devzaq kiradigan omilimiz bo'lib qoldi ekan. Yomon qilsak. Bugungi darsimiz shu oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallama ala xayr xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.